Assalomu alaykum obunachilarimiz. Men Toshkentdaman. Shahzodjonni gapirishga harakat qilgani uchun trubkasini almashtirish kerak ekan. Shunga kelib professor Otabek Jo'rayev Eshonxo'jayev bilan maslahat oldik. Shahzodjonni o'zini olib kelishdi va tekshirib, keyin gapiradigan trubka qo'yishdi. Maslahat berdilar. Hozir men Toshkentdaman. Duo qilib turinglar. Nasib bo'lsa hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Assalomu alaykum mehribon xalqim, obunachilarimiz, duogo'ylarimiz. Mana Shahzodjonda Muhammadjonda yangiliklar bor. Yaqin kunlarda operatsiya bo'ladi. Imkon qadar shu operatsiyasi uchun yaxshi chiqish uchun avvalo duolaringiz, keyin qo'llaringizdan kelgancha yordam berishlaringizni iltimos qilib qolaman. Imkon qadar yordam berishlaringizni so'raymiz. Alloh rozi bo'lsin barchalaringizdan.
bilan bitta javob beraman. Javob berasizlar. O'zim o'rgilay, gapirgim kelyapti. Gapiramiz. Qara, ovozingiz chiqarib qo'ygan. Aha, deb qo'ygan. Men yaxshi ko'rsaysan deb qo'ying o'g'lim. Hamding bolajon, hamding. Yaxshimisiz? Ha? Ishonasizmi? Ha? Shundaymi? O'zim o'rgilay. Yana. Chiqarib. Ovoz chiqarsa chiqarib. Ha? Chiqarib. Chiqar. Ha? Nima edi o'g'lim? Nima edi jon? Salom o'zimni. Assalomu alaykum. Mehribon xalqim, duogo'ylarimiz. Mana Muhammadjonda yangiliklar bor inshaalloh. Yaqin kunlarda biz Toshkentga Muhammadjonni olib borib, operatsiya qildirib, trubkasini yopiq trubka qo'ydirishimiz kerak ekan. Duoda bo'linglar. Imkon qadar qo'llaringizdan kelgancha har doim duo qilinglar. Muhammadjon gapirishga juda ham ko'p harakat qilyapti. Ovozi bu trubkadan chiqib ketayotganligi sababli endi yuqori tarafga qarab yopiq trubka qo'yish kerak ekan operatsiya bilan. Har doim sizlarni duolaringiz, qo'llab-quvvatlashlaringiz bilan Allohning qudrati bilan mana bolajonim shu kunlarga asta-sekinlik bilan erishyapmiz. Bundan keyin umrini, bundan-da sog'ayishini sizlarni duolaringiz kutib qolamiz.